Bilasiz, ko'pchilik odamlar bez sohasida og'riq paydo bo'lsa, bu buyrakdan bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Lekin shunday buyrak kasalliklari ham borki, ular jim yuradi, umuman belgi bermasligi ham mumkin. Shunday kasalliklardan biri bu buyraklar polikistoz kasalligi. Bu kasallikni boshiga tushgan odam biladi. Sababi bu kasallikda buyrak to'qimasining ichida kichkina pufakchalar paydo bo'ladi. Ular ichiga suv yig'ib, kattalashib, vaqti kelib yurakni to'liq ezib qo'yadi. Buning natijasida buyrak yetishmovchiligi olib kelishi mumkin. Odamda badanda shishlar paydo bo'ladi, qon bosimi ko'tariladi, ko'ngil ayniydi. Hattoki ba'zi odamlar gemodializ olishga muhtoj bo'lib qolishadi. Yana shuni bilishingiz muhim, bu kasallik nasl suradi. Og'riq yo'qligi har doim ham kasallik borligidan dalolat bermaydi. Shuning uchun o'zingiz va yaqinlaringiz uchun bir yilda bir marta profilaktik ko'rikdan o'tsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. Sog' va salomat bo'ling.